Dünyada dаңлық математика алымы Leonhard ойларының 1769 жылы отырып қойған бір қиясы. Яғни ең мүсбәт бүтін санларға нисбәтән тәңлеме A1, A2'den A inğiç болған en dany sanlarının dərcisinin jığındısı B'nin kenji dərcisi təng oldu degan təңlimidiki en cəzmən K'ga təng yoki uningdan cho'ng bo'ldi degan qiyasi. U 1966 yılı, ya'ni o'ylarning qiyasi o'ttirib qo'yilgandan keyin 200 yildan keyin tövendeki bir oddiy qarshi misol orqali ag'dirildi. Bu qarshi misol 27'nin 5. derecesi plus, 84'nin 5. derecesi plus, 110'nin 5. derecesi plus, 133'nin 5. derecesi teng boludu. 144'nin 5. derecesi degan. Şu oddiy ko'ringan misol orqali o'ylarning qiyasi ag'dirildi. Bu yerda shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bu misolni o'z vaqtida ko'rsatgan kishi shu qo'li bilan hisoblab chiqqan. Bu yerda ko'rdinglar, ma 27'ning 5. derecesini chiqarish uchun 27ni 5 qitim ko'paytirish to'g'ri keldi. Albatta u vaqtlarda bundaq bu sonlarga oid cho'ng sonlar qo'l orqali hisoblash nihoyatda qiyin. Ammo hozirgi kunga kelgan chog'da hammamizning qo'lida birdan telefon bor. Yeni aqli fon demdik, smartfon bor. Shu smartfon orqali bundaq narsalarni oddiy hisoblab chiqa olamiz. Lekin men bir narsani bayqab qoldim. Nurg'un kishilar bu o'zining qo'l telefoni orqali bundaq cho'ng sonlarni hisoblashni bilmaydi ekan. Shuning uchun ma misol orqali men shuni ko'rsatib o'tay. Endi qarab boqaylik. Hammamizning qo'lida bunda bir telefon bor. Telefon qaraydigan bo'lsak, mana meyada bir hisobluqch bor. Hisobluqchni tiksiga bosilgan bo'lsak, bundaq bir hisobluqch chiqdi bu yerda. Bu yerda masalan 568 ni mana 894 ga ko'paytirgan bo'lsak, mana tangdaymiz, mana hisobini shu zaman bu yerda hisoblab chiqib berdi. Endi abayqidagi dərcilik son, ya'ni murakkab cho'ng sonlarni hisoblaganda qanday qilamiz deganda, bu telefonni biz to'g'risiga shunday qiladigan bo'lsak, mana meyada endi mana ko'ringlar. Mana bu ikkinchi qur qaranglar. Ikkinchi quri ana ayada ma x ninki ikkinchi derecesi x ning kvadrati, x ning kubi, endi x ni y-inchi daraja ko'paytirish, endi keyin mana bu o'ylarning soni i'ni x-inchi daraja ko'paytirish, 10'ning x-inchi darajasi degandek shundaq ast taraflarga qaraydigan bo'lsak, mana bu kvadrat yiltizi, kub yiltizi, endi keyin x-ninki mana bu y-inchi darajalik yiltizi qatorliq. Shuning o'xshash logaritmlar bor. Ana tövən taraf qaraydigan bo'lsak, mana i degan son, sonni boshlagan bo'lsak, men o'tgan tonishtirgan mana o'ylarning soni mishadan kelib chiqadi. Buni o'chirib o'tib, mana pi ni boshlagan bo'lsak, mana pi ning qiymatini meyari chiqadi mana. Asanlık ko'rgan oldu. Endi ma seni bir söz mana o'chirib o'taylik. Endi abay men ko'rsatgan 27ninki 5. derecesini hisoblash uchun 27ni bosimiz. Endin keyin ma x'ning y derecesi degan belgini bunu basamiz. Bunu basgandan keyin biz y yani hozir 5. derece 5 ni basgandan keyin endi keyin tang oldu desak, mana masan chiqadi. Bu 14 milyon 348 ming 907 degan gap. Xo'sh, buni o'chirib o'taylik. Endi masalan cho'ngaroq, yana bir cho'ngaroq sonlarni olaylik. Masalan 255 ni biz agar uni 6. derece ko'paytirgan bo'lsak, bu yerda besib va abay qo'shish x ning y derecesi degan belgini bosamiz. Besib, ondan 6. derecesini qilib, endi mana bossak, mana masan chiqdi. Bu yerda bu sonni ko'rsatishimiz maqsadim, boshqa bir maqsadim bor. Bu yerda shundaq sonlarni qanday o'qish kerak. Endi buni bunda o'qildi-ku. 6ni qarab boqaylik. 6ning oqini sanaydigan bo'lsak, 6 xona bor.
Demek bu 6 degan 6 milyonni bildirdi. Şu vaqtda 6 milyon 890 ming 625 degan son chiqdi. Endi bu 941'deki 1 milyardni bildirdi. Şu vaqtda birining oqidagi 9 raqamni qo'shib nima deb o'qiymiz deganda buni 1 milyard 996 milyon 890 ming 625 deb o'qildi. Xo'sh, endi bu şu 274'ning 4'tki u trilyonni bildirdi. Demek şu 4'ten başlap oxirgi sonlarni o'qidigan bo'lsak, vaqtida bu 4 trilyon 941 milyard 996 milyon 890 ming 625 deb o'qildi. Bu bütün sançı, vaqtida bütün sanni o'qigan chaqda bu 274 trilyon 941 milyard 996 milyon 890 ming 625 deb o'qildi. Endi mushundaq sonlarni o'qishda biroz bir qancha cho'ng sonlarni yozib mashq qiladigan bo'lsak, bundaq sonlarni osonli o'qiy oladigan bo'lamiz. Yani buni afsus nurg'un odamlar bundaq cho'ng sonlarni o'qimaydi. Endi men bu yerda yana bir qancha bir ikki misolni keltirib o'tayim bu yerda. Masalan, buni o'chirib o'taylik. 10x ni ko'rdinglarmi? Agar biz 10ning 10-darajasini topmoqchi bo'lsak, da 10 ni bosamiz, ondan 10 x degan belgini bosgan bo'lsak, mana bu yerda shuni bilan chiqadi. X ni oldida berdik, shu vaqtda 10ningki qana 10-darajasi degan mana shu son chiqadi. Endi bu songa nisbatan log 10 deganni bosgan bo'lsak, abayqi aslidagi songa kelib chiqamiz mana. 10ning 10-darajasi abayqi son tang bo'ldi. Qaytib berish uchun log 10 ni bosamiz. Shu vaqtda shunday chiqadi. Endi xo'sh, mana o'chirib o'tib, endi bu xohlagan bir sonni bir şeyga urib boqaylik. Masalan, Muşta bir son urib boqaylik. 24 milyon 586 ming 321 degan son. Agar buninki biz agar 3-darajalik yildizni topmoqchi bo'lsak, manili basımız mana bu yerda 290 vakaza uzun son bu yerda chiqdi. Bu demak bu bütün son emas, shunga mushtaq son hisoblandi. Mushning o'sha usullaridan hesaplaymiz mana cho'ng sonlarni. Shuning uchun bu qo'limizda nayt aplik telefonda hisoblag'an bo'ldi. Shuning cho'ng sonlarni bir qo'rliq mashq qilish ketdi bu yerda. Bir qancha cho'ng sonlarni mashq qilgandan keyin buni o'rganib ketamiz. Endi qani Abayqılık karşı misal var mı? Oylarınınki kıyasını ağdırgan karşı misal. Şu karşı misalını bir şeyge bir silip bir hesaplap bakınlar. Yani ben yani bir asanını göstereyim. Mesela 144'nin 5. derecesi degenli bana x, y'ni basımız. Endim 5'ni basılgan bulsak maninki mavi çıkdı bana. 61 milyar 917 milyon 364 224. Mana bu sonlarni o'z vaqtida qo'li bilan hisoblab qo'ydim. Ham sizlar eg'ir ko'may mushuni hisobli qo'yish deymiz-ku. Hisobli shu orqali hisoblab, ashni bir jazmlashtirib beringlar. Shu mashq orqali sizlar buni o'rganib olasizlar deb qarayman. Rahmat.